Assalomu alaykum. Germaniyaga borishni 100% kafolatlangan skemasini bilmoqchimisiz? Unda ushbu videoni ko'ring. Skemani asosi bu Germaniya universitetiga kirish. Birinchi qiladigan ishimiz bu yo'nalish universitetni tanlaymiz. dat.de yoki Hochschule Kompass sayti orqali. Keyingi qiladigan ishimiz bu hujjatlarni tayyorlaymiz. Diplomingiz, CV, tavsiyanomalar va tarjimasini tayyorlaymiz. Keyingisi til sertifikati olish. Bu nemis tili yo'nalishida o'qiydigan bo'lsangiz nemis tili sertifikati, ingliz tili bo'lsa IELTS sertifikati. Keyingisi ariza topshirish. Bu uchun o'zining bitta sayti bor. Germaniyada Unisys nomli va universitetlarning o'zining sayti orqali ham topshirsa bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu qabul xatini olish. Albatta, qabul xatini olgandan keyin bitta ish qoladi, bu viza olish. Vizani asosiy bitta joyi bor, sal muammoli joyi. Bu bloklangan hisob raqamini ochish yoki stipendiya yutib olish. Yana bitta yo'li bu majburiyat deklaratsiyasini tayyorlash. Bunda mablag' kerak bo'ladi. 11.900 yevro atrofida. Keyingi ishimiz bu viza olish. Albatta, vizaning o'zining protsessi bor, hujjatlar tayyorlash kerak bo'ladi. Ularni keyinchalik ham batafsil ko'rib chiqamiz va eng asosiysi Germaniyaga uchib kelish. Xo'sh, agar batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyga Germaniya so'zini qoldiring. Men sizga direkt orqali PDF faylni yuboraman. Rahmat.